Pirogingiz yaxshi ko'tarilmayaptimi? Oralari berch bo'lib qolyaptimi? Demak, sizda mening retseptim yo'q. Do'mboqqina, yishmoqqina pirogimizni hech qanday tarozi va mikserlarsiz tayyorlaymiz. O'lchov olish uchun piyoladan foydalanganingiz ma'qul. Barcha mahsulotlarni faqat mana shu idishdan foydalanib o'lchadim. 5 dona yirikroq tuxumga 1,5 piyola shakar va 1 chimdim tuz solib, yaxshilab erinmasdan aralashtiring. Izidan 1,5 piyola iliq sut. Diqqat qiling, sutimiz albatta iliq bo'lsin. Solamiz va yana yaxshilab aralashtiramiz. 1 piyola oddiy hidsiz o'simlik yog'i solamiz. Hidsiz deganda hech narsa qovurilmagan, boshqa maqsadlarda foydalanilmagan o'simlik yog'i tushuniladi. Izidan 1 choy qoshiq iste'mol sodasi va 1 piyola un solib elakdan o'tkazdim. Albatta elakdan o'tkazing. Un elakdan o'tkazilganda kislorod bilan to'yinadi va pirogimiz yaxshi ko'tariladi. 1 piyola un ustiga choy qoshig'imni to'ldirib 2 ta razrixetil soldim. Razrixetilni solayotganda qo'rqmasdan to'ldirib solavering. Unda hid bo'lmaydi. Lekin iste'mol sodasini 1 choy qoshiqdan oshirib yubormang. Oshirib yuborsangiz hid kelib qolishi mumkin. Hammasi bo'lib 3,5 piyola undan foydalandim. Mana shu massa juda ham yaxshi tanlov. Bundan suyuq bo'lib qolsa ham berch bo'ladi. Bundan quyuqlashib ketsa, xuddi nonga o'xshab qoladi. Pirogni pishirmoqchi bo'lgan patnisimizni yaxshilab yog'lab olamiz. Massamizni solib tekislaymiz. Bu vaqtda duxovkamiz albatta yoniq turgan bo'lishi kerak. Orasiga istalgan nachinkadan foydalanishingiz mumkin. Yong'oq, mayiz, shokolad yoki turli xil mevalardan. Agar xohlamasangiz hech qanday nachinkalarsiz ham juda ham yaxshi chiqadi. Pirogimiz qizib turgan duxovkada 165 gradusda 55-60 daqiqa davomida pishib chiqadi. Ma'lumot uchun, tort biskvitlari, piroglar pastroq haroratda uzoqroq vaqt davomida pishiriladi. Yuqori haroratda tez ko'tariladi, lekin ichi pishmay qoladi. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'ling.